Namangandan gapiramiz. Bugun sizlar bilan navbatdagi tarixiy Hormanglar. aka qoching. Tinchlikmi? Siz bilan ko'rishmayman aka. Holda tinchlik nima bo'ldi? Sizni akam derdim aka. Xo'p. Kursdoshim derdim. Lekin aka, mana Muhammadali aka bilan zo'r bitta biznes boshladinglar, lekin bir og'iz ukam, mayli o'zingga emas, jiyanlaringga deb. O'sha nima edi? To'yis chiqaryapsizlarmi? Ha, shumi muammo? Shu muammo? Ha, mana Namangangacha keldim men sana shu. Hozir olib kelaman, mana olib kelganman. Shu bergan kelingizmi? Indamay qo'yur. Namanganga kelishib Toshkentdan. Mana jiyanlar uchun mana ko'ryapsan mana. Upakovka qilingan hamma mahsulotni shu yerda mana. Katta cho'pa-cho'p desam, tuxum desam, kopto'li desam, kichkina jo'jachali desam, mana kichkina cho'pa-cho'p desang hammasi bor. Jiyanlar xursand qilasan. Aka videolarda ko'rib rost bor, havas qilgandim jiyanlarga berishga. Lekin meni jiyanlarim mayli. Namanganda qancha bolachalar bor. Ularga qanday yetkazib berasiz? Muammosi hal qilinadi mana. Namanganda dilinglar mana shu nomerlarga chiqsanglar, bemalol hammaga yetkazib beramiz. Ha, bo'ldi. Bo'lmasa Namanganda andijonlik bola to'y haqida gaplashamiz. Bu eng sifatli akalarimiz chiqarayotgan akam deganman aka, siz bor, hurmatli akam. Siz borki, Joning sog' bo'lsin. Aldaysiz. Siz Toshkentda turibsiz, Namanganga keldingiz.